Oyi, hormang. Ke bolam, ke. Mana. Hammasimi? Ha, har doimgidek. Bo'ldi. Yaxshi bolam, yaxshi. Assalomu alaykum oyi. Ke. Mana oyligim. Qani? Yasha. Yaxshi. Kelin qani? Ota-onasiga ketdi. Nega? Oyligini ota-onasiga beraman dedi. Nima? Nima deyapti bu ki? Tushunmayapmanman. Bilasiz-ku oyi, ota-onasining sharoiti og'ir. Nima? Ularning sharoiti bo'lmasa nimaga bizlarning ro'zg'ordan pul olish kerak? Keningdan o'z topayotgan pulni ro'zg'orimizga qo'shyapti-ku. Qayerdan chiqqan qonun bu? Oyi, o'zi aslida kelinlaringiz o'zi ishlab topgan pulni o'zi xohlagan joyga ishlatishi mumkin. Kelinning sharoiti og'irligini bilasizku oyi. Uydagilari pulga muhtoj bo'lgan bo'lsa berayotganlar. Rafsangiz pulini berayotganining sababi bu hech narsaga muhtoj emas. Buni oilasining ham sharoiti yaxshi. Bunga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men olib kelib beraman, men topib kelib beraman. Endi ularning sharoiti yo'q deb bizning oilaviy byudjetga zarar yetish kerakmi? Oyi,